Men ismim Sultonov Farxolov, Zargarlik akademiyasi rahbari ham ustozlik qilaman. Qiziqish bo'lgan qarindoshimiz Botir akam xolamning o'g'illariga shogirdlikka tushganman. Hozirda mana 11 yildan beri faoliyat olib kelyapmiz. O'quvchilar Rossiya davlatidan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiston mana shahridan kelib o'qib bitirib ketgan shogirdlarimiz bor. Yaqinda prezidentimiz bilan uchrashuv bo'lib o'tdi, yoshlar uchrashuvi. Bunda shaxmat shohdonasini yurtboshimizga topshirish vazifasi topshirildi. Bunda hayajonli daqiqalar bo'ldi. Har bitta zargar eng kami 10 milliondan 30-40 milliongacha daromad topish imkoniyati bo'ladi. Ibtidoiy jamoa davridan hozirgacha va kelajagiga bor soha. Jiddiy maqsadim men o'zim zargar bo'lish emas, bu zargar mutaxassislarni tarbiyalash va ular orqali ishlab chiqarish tadbirkorlikni yo'lga qo'yish.